Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men bugun belbog'simon qo'rqoq kesili to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi belbog'simon qo'rqoq kesiliniki qandaq bir kasal ekanligi, uningki kasal alomatlari, uning sababi va uni bir taraf qilish to'g'risida qisqacha tushuncha berib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinglar bu leksiyaning tafsilotida bo'lsin. Belbog'simon qo'rqoq, ya'ni shingles bolalarda chechak kasali paydo qilgan chechak qo'rqoq virusidan kelib chiqadigan teri yuqumli kasali bo'lib, inson chechak kasaliga giriftor bo'lib saqaygandan keyin virus uzun muddat nervi hujayrasi ichida harakatsiz holda saqlanib, badanning immunit kuchi tövəllab ketgan vaqtida qaytadan harakatga o'tib, teridagi nervlarni zaxmi qilib, belbog'simon qo'rqoq yoki shingles kasalini paydo qiladi. U yana belbog'simon qapartmasi debmi ataladi. U kasal garchi badanning har qanday yerida yuz beradigan bo'lsa-mu, ammo badanning belbog' yoki tasma taqaydigan o'rinda ko'p ko'rildi. Shu sababdan u belbog'simon qo'rqoq yoki tasmasimon qo'rqoq debmi ataladi. Belbog'simon qo'rqoq kasalining alomatlari. Ya'ni u kasalda qandaq alomatlar bo'ladi degan vaqtida belbog'simon qo'rqoq yoki shingles kasali odatda hayotga xavf yetkazmaydigan kasallik bo'lsa-mu, ammo bemorda uzunga so'zilgan og'riq paydo qiladi. Uning tuvandikidek kasallik alomatlari bo'ldi. Birinchisi og'rish. Ya'ni o't ko'ygandek his qilish, pichoq sanjigandek og'rish. Bu og'rish uzluksiz davom qilganligi uchun bemorda alohida rahatsizlik paydo qiladi. Ikkinchisi kasal joyning sezgurligi ishib ketish. Ya'ni bir narsa tegib ketsa, shundoq tok tepgandek og'rish. Uchinchisi terida qizil yoki suvliq qapartma paydo bo'lish. To'rtinchisi teridagi suvliq qapartmalar yerilib jarohat paydo qilish. Beshinchisi teri qichishish. Undan boshqa ba'zi bemorlarda qizish, bosh og'rish, horg'inlik his qilish qatorliq kasallik alomatlari bo'ladi. Belbog'simon qo'rqoq kasalining sabablari, ya'ni u kasal qandoq paydo bo'ldi degan vaqtida belbog'simon qo'rqoq yoki shingles chechak kasalini paydo qiladigan chechak qo'rqoq virusi keltirib chiqaradigan yuqumli kasallik bo'lib, burun chechak kasaliga giriftor bo'lgan insonlarning u kasalga giriftor bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi. İnsanlarning u kasalga giriftor bo'lishida tövəndəki omillar muhim rol o'ynashi mumkin. Birinchisi, u kasalga giriftor bo'lgan bemorlar bilan yaqin uchrashish. Ya'ni bo'libmi bak jiroat yerdan chiqqan suyuqlik bilan bevosita uchrashish. Ikkinchisi, yoshning cho'ng'ayishiga ergishib, kishilarning bu kasalga giriftor bo'lish ehtimolligi oshib bordi. Üçüncüsü, uzun müddet uykusuzluk, ziyade charchash. Dördüncüsü, bedenning immunit kuchi, ya'ni kasalga taqobil turish kuchi tövəllab ketish. Ya'ni yuqoridagi ikki omil, yoshning cho'ngishi va uzun muddat uyqusizlik, ziyoda charchashlarning hammasi badanning immunit kuchini tövəltadigan omillar bo'lib, bu ahvolda kishilarniki u kasalga giriftor bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi. Beshinchisi, badanning immun kuchini zaxmi qiladigan ba'zi kasalliklar, misolan AIDS kasali, ya'ni insonlar AIDS kasaliga giriftor bo'lgan vaqtidami bu kasalga giriftor bo'lish ehtimoli yuqorilab mangadi. Beshinchisi, rak kasalidan keyingi radioaktivlik va kimyalik davolash. Bu rak kasaliga giriftor bo'lib, ya'ni radioaktivlik yoki kimyalik
davolayotgan bemorlarningmi u kasalga giribdor bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi. Belbağ qo'rqoq kesilining oldini olish. Ya'ni qanday qilgan vaqtida u kasaldan saqlang'ili bo'ladi degan vaqtida bu asosliqi ikki taraflimilik masala bo'lib, birisi ya'ni kasalga giribdor bo'lg'uvchiniki boshqalarga yuqtirib qo'ymasligi, yana birisi saq odamninki o'ziga yuqtirib olmasligi. Endi bu belbog' qo'rqoq yoki shingles kasali yuqumli kasal bo'lganligi uchun, uningdan saqlanish uchun oldi bilan bemor terining zaxmlangan o'rnini doka bilan tengib, eee, uning tarqilishiniki oldini olish kerak. Ya'ni u zaxmidan chiqqan suyuqliklarda balkim virus bo'lishi, u suyuqlik bilan boshqalar uchrashgan vaqtida bo'lib, terisida zaxm bor kishilar uning bilan uchrashgan vaqtida uningga yuqishi mumkin. Shu sababdan men yuqorida deb o'tganimdek ikki taraflamalik diqqat qilish kerak. Konkret omillar nima degan vaqtida, ya'ni u kasaldan saqlanishning konkret qadam bosqichlari nima degan vaqtida, birinchisi bemor zaxm bo'lgan terini qo'li bilan tutmasligi va davomli qo'lni yuvib turish kerak. Chunki qo'li bilan tutib, boshqalar bilan ko'rishgan vaqtida boshqalarga yuqtirib qo'yish ehtimoli bor degan gap. Ikkinchisi, yoshda cho'ng, badanning immunit kuchi tuvallab ketgan yoki rak kasallik giribdor bo'lib, davolash elib berayotgan kishilardan yiroq turish, ularga yuqtirib qo'yishdan saqlanish kerak. Ya'ni bemorlar, bu kasal giribdor bo'lgan bemorlar shaxsiyatchi bo'lmaslik, boshqalarning sog'lomligini bo'libmi bak rak kasallik giribdor bo'lgan yoki shu immunit kuchi tuvallab ketgan, yashangan kishilardan yiroq turish, ularga yuqtirib qo'yishdan saqlanish kerak. Bu nihoyatda muhim. Uchinchisi, u kasalga giribdor bo'lganlar bilan yaqin uchrashishdan saqlanish. To'rtinchisi, eng muhimi chechak vaksinasini udirish. Yani hozir Amerikada 60 yoshdan yuqori yoki 19 yoshdan tuvan bo'lsa-mu, immunit kuchi zaxmiga uchirgan kishilarga bu vaksina haqsiz uriladigan bo'lib, bu vaksina udirish orqali bu kasaldan saqlanishda belgilik unum qozonqili bo'ladi. Belbağ qo'rqoq kasalini bartaraf qilish. Belbağ qo'rqoq yoki shingles kasaliniki unumlik davosi yo'q bo'lib, ko'pincha bemorlar u kasalga giribdor bo'lib, 2 haftadan 6 hafta ichida o'zligidan saqib ketishi mumkin. Undan boshqa ba'zi virusga qarshi dorilar bilan boldur davolash ilib berilsa, kasalning saqayishini teziltib, agashma kasallik xavfini tuvallatgili bo'ladi. Bu kasalga giribdor bo'lganlarninki qanchalik tez saqayishida eng muhim bo'lgani bemorning immunit kuchi, ya'ni kasalga taqobil turish kuchi bo'lib, yaxshi orom olish, choy, sho'rplarni ko'p ichish orqali badanninki immunit kuchini yuqori ko'tarish, yaxshi uxlash, og'riq pasaytish dorilarini ishlatish orqali bemorni rohat qilish bu kasalninki saqayishni teziltishi mumkin. Bugungi bu belbog'simon qo'rqoq kasali to'g'risidagi qisqa leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglar ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammamizniki tinini salomat qilsin. Ko'rishcha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.